Bugun zamonaviy hayotni ilm, ma'rifat va ta'limning taraqqiyotsiz tasavvur etish qiyin. Hozir qay bir sohani olmang, uning rivoji uchun eng avvalo ta'lim degan poydevor mustahkam bo'lish kerak. Keyingi yillarda yurtimizda maktab ta'limini rivojlantirish umummilliy maqsadga, umumxalq harakatiga, butun jamiyatning ustuvor vazifasiga aylandi. Mamlakatimizda Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etilgani yoshlarning orzulariga qanoat bo'ldi. Davlatimiz rahbarining Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risida farmoni esa bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi 202 ta maktabda bugungi kunda 73672 nafar o'quvchi aniq va tabiiy fanlar yo'nalishlarida ta'lim-tarbiya olib kelmoqda. Mavzuni esa Toshkent viloyatining Chinoz tumani misolida davom ettiramiz. Davlatimiz rahbarining 2022-yildagi tegishli farmoni bilan yurtimizning barcha hududlarida ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyati yo'lga qo'yildi. Xususan, biz turgan ushbu maktab ham Chinoz tumanida joylashgan bo'lib, 2022-yilda tashkil topgan. Bu yerda hozirda 435 nafar o'quvchilar bilim olib kelmoqda. Eng quvonarli jihat shundaki, o'tgan yili mana shu maktabni tugatgan barcha bitiruvchilar oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan. Muhtaram Prezidentim tomonidan olib borilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar natijasi o'laroq Chinoz tumanida iqtidorli yoshlarimizni yaxshi bilib olishlari uchun 2022-yil mana shu maktabimiz tashkil etildi. To'liq kapital ta'mirdan chiqarildi. Moddiy texnika bazasi to'liq ta'minlandi. Kimyo, fizika, biologiya barcha fanlarda laboratoriya jihozlari to'liq ta'minlangan. 4 ta xonada kompyuterlarimiz bor. Robototexnika bo'yicha to'liq jihozlar yetkazib berildi. Maktabimiz 504 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirgi kunda 435 nafar o'quvchi yoshlarimiz aniq fanlar yo'nalishida tahsil olishyapti. Bu yerda yaratilgan sharoitlar bilan mana hozir o'zlaringiz tanishsalaringiz bo'ladi. Sport zal, oshxona. Oshxona necha o'rinli? Oshxona 160 o'rinlik. Oshxonamizda 2 navbatga qo'yib o'quvchilarimizni ovqatlantiramiz. Milliy va xalqaro sertifikatlarni olib berish uchun ustozlarimiz tomonidan bir talay ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ayniqsa ingliz tili, matematika, fizika, tarix fanlaridan hozirgi kunda o'quvchilarimiz tomonidan milliy va xalqaro sertifikatlar olishdi. Grade, SAT matematika yo'nalishida, fizikada milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Mana kuni kecha bo'lib o'tgan fan olimpiadasi tuman bosqichida deyarli barcha fanlardan yuqori o'rinlarni olib, hozirgi paytda o'quvchilarimiz viloyat olimpiadasiga tayyorlanishyapti, viloyat bosqichiga. Shuhrat aka, mana o'tgan yilda maktabda qancha o'quvchilar bitirishdi va ularda qanchasi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirdi? 2024-25 o'quv yilini bizda 38 nafar o'quvchi bitirib chiqdi. Ularni hammasi 100% darajada oliy ta'lim bilan qamrab oldik. Albatta, ham o'quvchilarning o'zlarining mehnati, ham ustozlarimizni mehnat hisoblanadi. Ushbu ixtisoslashtirilgan maktablarga o'quvchilarni qabul qilish tartibi qanday bo'ladi? Bu maktablarimizga o'qishga qabul qilish hujjat topshiriladi. 4-sinfdan bitirganlarni hujjatlari qabul qilinib, onlayn tarzda agentlikka topshiriladi va ular iyul oyida bo'ladigan kirish imtihonlarini topshirishadi. Bu yilgi o'quv yilida 3 ta 5-sinf ochdik. Bizdagi ta'lim tizimimizda bitta yaxshi tarafi bor. Bitta sinfda 24 nafargacha o'quvchi o'qiydi. Undan oshiq o'qimaydi. O'shandan kelib chiqib 5-sinfga 72 ta, 6-sinfga 24 ta va yana bitta 7-sinfimizga 24 ta. Jami 120 nafar o'quvchi qamrab oldik. Aynan mana shu ixtisoslashtirilgan maktablarda mana bu o'zimiz oddiy maktablardan farqi nimada? Farqi bizda ko'proq hozir Cambridge dasturiga yaqin darsliklar bilan ta'minlanyapti. Bitta jihatimiz bor, yana aytishim kerak. Ingliz tili fani umumta'lim maktablariga nisbatan bir sinf yuqori o'qiydi. Masalan, 5-sinf o'quvchimiz 6-sinf o'quvchisini o'quv dasturi bilan ishlaydi. Chinoz tumanida oldin bunaqa aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab bo'lmagan, to'g'rimi? Bo'lmagan. Lekin o'quvchilarda ham aynan mana shunga iqtidori bo'lgan. Ayniqsa menimcha ular ham bir poytaxtga borib yoki boshqa uzoq joylarga borib o'qishga majbur bo'lgan, to'g'rimi? 17-yilda birinchi prezident maktablari tashkil qilindi. Keyin ijod maktablari. Prezident maktablari viloyatda bitta yoki bo'lsa tayanch maktablarimiz. Ana o'shanga o'xshagan maktablarni qurish kerak har bitta tumanda degan g'oyani ilgari surdida, ularni mana shu ilgari surgan g'oyalarning orqasida mana shu har bitta tumanda bittadan mana shunaqa ixtisoslashtirilgan maktablar ochildi. Sababki chekka tumanlarimizda ham, chekka qishloqlarimizda ham iqtidorli o'quvchi yoshlarimiz ko'p. Hozir ta'limga berilayotgan investitsiya deb o'ylayman-da, bu juda katta investitsiya. Chunki bizda mana hozir tanishib salaringiz bo'ladi, har bitta o'quv-xonamizda elektron doska bilan ta'minlangan. Mana shu binoni 22-yilda ta'mirlash uchun 7,5 milliardga yaqin pul ishlatilgan davlatimiz tomonidan. Qilingan hamma xarajat
ertaga natijasini berish uchun biz jamoamiz bilan hozirgi paytda astoydil ishlab olib boryapmiz. Davlatimiz rahbari ko'p qaytaradilar-ku, ta'lim faqat ta'lim. Xabaringlar bor, sentyabr oyida ta'lim sohasidagi xodimlar bilan, ya'ni pedagoglar bilan 2 marta o'zlari boshchiligida selektor o'tkazdi. Bunaqasi bo'lmagan edi. Ko'ryapmiz, monitorlar joriy qilingan ekanda, bu ham albatta bir o'quvchilarning qiziqishini oshirish uchun buni nimaligini ham bir aytib bersak. Bu yerda mana shu maktabimizda o'qib, milliy va xalqaro sertifikatlar olgan o'quvchilarimizni erishgan yutuqlarini ko'rsatish uchun, ularga yana bir motivatsiya berish uchun qolganlarga ham. Ularni mana har birini alohida qaysi yo'nalishdan qanaqangi oldi, qay darajada ekanligini ko'rsatib turamiz. O'quvchilarimiz faqat ham bilan bo'lib qolmasdan, ularda bir ijodiy ishlari ham bor ekan. Albatta ijodiy ishlari ham bor. Mana bu yerda ko'rsangiz, milliy burchak tashkil qilingan. Bu tarafimizda esa o'quvchilarimiz erishgan yutuqlari, bu yerda olingan sertifikatlar, g'olib bo'lganlari hammasini yoritib borishga harakat qilamiz. Prezidentimiz tomonidan shaxmat sport turiga juda e'tibor qaratganliklari uchun bizning agentlik tizimidagi maktablarda shaxmat darsi ham tashkil etilgan. Fakultativ mashg'ulotlar deyiladi, haqiqiy dars o'tiladi. Shu elektron jurnallarimizda qayd etib boriladi, o'quvchilar baholanadi. Mana kuni kecha bo'lib o'tgan turnirda bizning o'quvchimiz faxrli o'rinni egallab viloyat bosqichiga chiqdi. Maktabdagi ta'lim-tarbiya jarayoni xalqaro standartlar asosida zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil etilgan. Ayniqsa o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan darslarning joriy etilgani o'quv jarayoni samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga matematikani chuqur va tizimli o'qitish o'quvchilarda mazkur fanga bo'lgan qiziqish va ijodiy yondashuvni yanada kuchaytirib, ularning intellektual salohiyatini rivojlantiradi. Bunday yondashuv nafaqat bilim sifatini oshiradi, balki o'quvchilarning kelgusi ta'lim bosqichlarida ham muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun mustahkam zamin yaratadi. 2022-yilda shu yerga kirganman. Bundan oldin oddiy o'rta ta'lim maktablarida o'qiganman. Shu maktabga kirishimning asosiy sababi matematikaga bo'lgan qiziqishim sabab bo'lgan. Bu maktabda o'quvchilar uchun juda ko'p sharoitlar yaratilgan, jumladan turli xil monitorlar, kompyuterlar bilan jihozlangan informatika xonalar va laboratoriya xonalari bilan jihozlangan. Bu yerdagi malakali ustozlar tomonidan chuqurlashtirilgan darslar o'tib kelinmoqda. Men bu maktabda 1 yil matematika fanidan tayyorlanib, matematikadan milliy sertifikatga erishdim. Ya'ni 100% A+ natijada qo'lga kiritdim. Mening bu olgan sertifikatim menga kelajakda universitetga kirishda o'sha matematika fanidan 100% bo'lgan natijani beradi. Kelajakda bu maktabni bitirganimdan keyin Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga topshiraman. Hozirda maktabda 39 nafar oliy ma'lumotli pedagog o'quvchilarga ta'lim berib kelmoqda. O'qituvchi murabbiylar 3 bosqichli sinovlardan o'tib, tanlov asosida ishga qabul qilingan. Ularning malaka darajasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 1 nafari fan nomzodi, 14 nafari birinchi toifa hamda 8 nafari ikkinchi malaka toifasiga ega. Prezidentimizning tashabbusi bilan prezident maktablari hamda ixtisoslashtirilgan maktablar ishga tushirildi va men shu maktab o'qituvchisi sifatida shuni aytishim mumkinki, bu maktabda iqtidorli o'quvchilar o'z bilimlarini oshirib, nafaqat O'zbekiston universitetlari, balki xalqaro universitetlariga ham hujjatlarini topshirib, grant orqali o'qishga kirishmoqda. Ingliz tili o'qituvchi sifatida Ibrat farzandlari programmasida o'quvchilarim bilan ingliz tilini chuqurlashtirib o'rgangan edik va 2025-yil avgust oyida o'zbekistonlik bir necha nufuzli universitet ustozlari hamda oddiy maktab o'qituvchisi Oksford universitetida 2 haftalik malaka oshirish kurslarida bo'lib keldik va hozirda o'sha Oksford universitetida olgan bilimlarim, tajriba alishishlarni men hozir bizni ixtisoslashtirilgan maktabda o'quvchilar bilan bo'lishmoqdaman. Hozirda 20 ga yaqin o'quvchilarimiz bitu sertifikatlariga ega bo'lishgan va ular universitetga topshirish muddati yetib kelganda ingliz tilidan hech qanday imtihonlarsiz shu sertifikatlar orqali grantga kirish ehtimollari kuchli. Prezidentimizning qarori bilan agar o'qituvchi oliy toifani oladigan bo'lsa va 86 balldan yuqori oladigan bo'lsa, uni oyligiga 70% ustama ham qo'shib borilmoqda. O'zingizda qanday o'sha sertifikatlar bor? Menda hozirda TKT sertifikatim bor. Milliy sertifikatlardan Seferda Sivonimiz bor. Hozirda magistraturani tugatyapmiz. Dekabr oyida tugatamiz. Xudo xolasa TESOL sertifikatlari nasib etyapti. Bizda hozirda ingliz tili o'qituvchilarining oyligi boshqa fan ustozlariga qaraganda ancha yuqori. Xususan bizning maktab ingliz tili o'qituvchilari oyliklaridan tashqari 60% ustamalari bor. Agar ularning xalqaro sertifikatlari bo'ladigan bo'lsa, yana 50% ustamalari bor. Bu degani oddiy bir maktab o'qituvchisida oyligidan tashqari 110% ustamasi bor. Bu degan so'z $1000 dan oshadi. Qariyb $2000 ga yetib qoladi. 7 yil muqaddam o'z ish faoliyatimni boshlaganimda qiyinchiliklarga uchraganman. Masalan, jurnal to'ldirish, kunlik konspekt ishlarini olib borish jarayonlari bo'lar edi. Axborot texnologiyalari rivojlangani sari
bizning ishlarimiz hammasi elektron tarzda bo'lyapti va bizani vaqtimizga ham baraka kirdi desam adashmagan bo'laman. Xonalarimiz nafaqat o'quvchilar uchun, balki o'qituvchilar uchun ham yaxshi rivojlangan. Masalan, elektron doskalar, oq doskalar deysizmi, skanerlar, eng so'nggi kompyuter jihozlarigacha har bir o'qituvchi uchun berilgan va bu dars paytida biz o'quvchi bilan interaktiv muloqotda bo'lishimiz uchun ancha yordam bermoqda. Bizani o'quvchilarimiz aytib o'tganimdek, iqtidorli o'quvchilar hisoblanadi. Men kichkina sinflarimda art darsi bilan birgalikda kombinatsiya ko'rinishida o'taman. Yuqori sinflarimiz 10-11-sinflarimizda esa IELTS hamda SAT matematika bilan birlashgan holatdagi yo'nalishlarga birgalikda tayyorgarlik olib boramiz va maktabimizning o'zining kanallari bor. Har bitta olib borilayotgan loyiha ishlarimizni biz o'z kanalimizda yoritib boramiz. Shunday shart-sharoitlar yaratib berilayotganiga muhtaram prezidentimizga rahmatimizni aytib qolamiz va bundan buyog'iga esa biz bor kuchimiz bilan, bor mehnatimiz bilan bolalar bilan yuqori natijalarga chiqishlikka harakat qilamiz. Darhaqiqat, maktabda o'quvchilarning fan sirlarini mukammal egallashi uchun barcha ko'nikmalar yaratilgan. Xonalar eng so'nggi rusumdagi zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan bo'lib, yuqori tezlikka erishgan internet tarmog'iga ulangan. Maskanda qurilgan sport va turli tadbirlar o'tkaziladigan zallar, oshxona kabi qo'shimcha xonalar yuksak did bilan jihozlangan. Maktab kutubxonasi bilim va ma'rifat maskani sifatida o'quvchilarning intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ushbu ta'lim dargohida ham o'quvchilarning bilim salohiyatini oshirish, ularda mustahkam o'qish va izlanish ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida zamonaviy talablarga javob beradigan kutubxona faoliyat ko'rsatmoqda. Bu yerda 4000 dan ortiq badiiy, ilmiy, ommabop, ma'rifiy va turli fan sohalariga oid adabiyotlar jamlangan bo'lib, ular ham o'quvchilar, ham o'qituvchilar uchun qimmatli manba hisoblanadi. Shuningdek, kutubxonada kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan ko'rik tanlovlar, adabiy uchrashuvlar, yangi nashrlar taqdimoti kabi ma'rifiy tadbirlar muntazam o'tkazib boriladi. Ixtisoslashtirilgan maktabimizni foydalanishga topshirilganligiga 3 yil bo'lishiga qaramasdan yutuqlarimiz talaygina muhtaram prezidentimiz tomonidan joriy qilingan 5 ta shabuz doirasida tashkil etilgan 11 ta ijodiy to'garaklarimiz faoliyat olib bormoqda. Matbuot yo'nalishi bo'yicha maktab yangiliklari sarlavhasi ostida har oyning 1-sanasida ro'znomamiz chop etiladi. Bundan tashqari iste'dod sarchashmalari ijodiy ishlar to'plamimiz bor. Ushbu ijodiy ishlar to'plamida ustozlarimiz, pedagoglarimizning ilmiy maqolalari va tanlovlarda g'olib bo'lgan o'quvchilarimizning hikoya, maqola va she'rlari chop etiladi. Ushbu kutubxonamizda 4000 tadan ortiq badiiy, jahon va o'zbek uslubiy qo'llanmalar bilan ta'minlangan. Ushbu kutubxonamizda faqatgina o'quvchilarimiz emas, balki pedagog xodimlarimiz ham o'z ustida ishlash uchun barcha adabiyotlar yetarli ta'minlab berilgan. Ushbu ixtisoslashtirilgan maktab oliy ta'lim muassasalari bilan uzviy hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan bo'lib, bu o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini yanada chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. Amalga oshirilayotgan qo'shma loyihalar, mahorat darslari, ilmiy amaliy uchrashuvlar hamda tajriba almashish jarayonlari o'quvchilarning kelgusidagi kasb tanlovi va ta'lim yo'nalishlarini aniq belgilashlariga imkoniyat yaratadi. Bugungi kunda o'quvchilarimizning qiziqishlaridan kelib chiqqan holatda ularning qiziqishlarini orttirish va yanada to'liq ma'lumotlarga ega bo'lish maqsadida mahalliy va xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan o'zaro memorandumlar, shuningdek ishlab chiqarish korxonalari bilan ham o'zaro memorandumlar imzolangan va yil davomida biz o'quvchilarimizni oliy ta'lim muassasalariga va ishlab chiqarish korxonalariga o'sha jarayonni bevosita kuzatish uchun tashrif buyuramiz, tashkiliy ishlarni rejalashtirganmiz. Bu asosida o'quvchilarimiz o'zlarining bilimlarini oshirishi va ishlab chiqarish korxonalarida qanchalik darajada mehnat faoliyati olib borilayotganligi haqida tushunchalarga ega bo'lishadi. Bu bilan o'z bilimlarini va tushunchalarini yanada boyitib borishadi. Oliy ta'lim muassasalari xodimlari bilan shartnomamizni bir bandida kiritib o'tganmiz. Ular bilan o'zaro akademiklar, professor, o'qituvchilar bizga kelib o'quvchilarimizga dars o'tib berishadi va bizning o'qituvchilarimiz ham o'zlarining yo'nalishidan kelib chiqqan holatda ular bilan har oyda borib tajriba almashib kelishadi. So'nggi marta biz Toshkent davlat agrar universitetini akademik professorlari kelib bilimlarini biz bilan ulashib ketishdi. Har xil tajribalar o'tkazib o'quvchilarimizni misol uchun agrar sohasiga ham qiziqishlarini orttirib borishdi va yaqindagina yangi ochilgan farmatsevtika instituti ham bir nechta xodimlari bizga tashrif buyurishdi va o'quvchilarimizning ko'pchiliklari bu institutga qiziqishlari ortib, shu yerning o'zida
ro'yxatdan o'tishdi. Maktabimizni 3 nafar o'quvchisi o'tgan yil Qozog'istonda bo'lib o'tgan xalqaro robokoding musobaqasida O'zbekiston terma jamoasiga nomzod sifatida kiritildi tarkibiga. Ya'ni O'zbekiston bo'yicha saralash bosqichida 12 nafar o'quvchi saralab o'tgan bo'lsa, shunda 3 nafari bizning maktabimiz o'quvchisi hisoblanadi. Ular Qozog'istonda bo'lib o'tgan xalqaro robokoding musobaqasida munosib ishtirok etishib, faxrli o'rinlarni olib qaytishdi. Bunday yuksak darajadagi maktablarni nafaqat markazlarda, balki chekka hududlarda ham tashkil etish qishloq yoshlari uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Tumanda faoliyat yuritayotgan yana bir bilim maskani tabiiy fanlarga ixtisoslashgan Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning Chinoz filiali. Ushbu maktab joriy yilda qurilib, foydalanishga topshirildi hamda o'qish uchun shart-sharoitlar hozirgi davr talablariga muvofiq mukammal yo'lga qo'yilgan. Mazkur o'quv maskani tuzilishi jihatdan an'anaviy maktablardan farqli ravishda ixcham va bilim olish uchun qulay. Maktab 240 o'rinli bo'lib, zamonaviy sinfxonalar, oshxona va o'zining yotoqxonasi mavjud. Har bir o'quv xonasida interfaol doska va tablolar bor. Alohida laboratoriya xonalari va bu yerdagi tajribalar esa o'quvchilarni ilmiy mushohadalarga undasa ajab emas. Ayniqsa o'zida zamonaviy qulayliklar mujassam etgan yotoqxona o'quvchilarga oila muhitidagidek yashash va dars qilish imkonini beradi. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligiga qarashli Ibn Sino nomidagi Chinoz filiali 2025-yil 2-sentyabrdan boshlab o'z faoliyatini boshladi. Hozirgi kunda 173 nafar o'quvchi tahsil oladi. Ushbu maktabimiz tabiiy fanlarga, ya'ni kimyo, biologiya, ingliz tili fanlariga ixtisoslashtirilgan maktab hisoblanadi. Hozirgi kunda 173 nafar o'quvchilarimizga malakali, kuchli, bilimli 21 nafar oliy ma'lumotli ustozlar dars berib kelishmoqda. Maktabimizning asosiy maqsad o'sha aynan shu fanlarni chuqurlashtirib o'tish, ya'ni laboratoriyalardan unumli foydalanib, o'quvchilar ko'z o'ngida shu tabiiy holatda shu jarayonlarni ko'rishdan iborat. Hamda ularni shu kreativ fikrlab, o'sha fan yo'nalishi bo'yicha o'zini maqsadiga erishish uchun biza ustozlar birgalikda harakat qilib shu natijaga erishish hamda ushbu o'quvchilarimiz o'zlarini yo'nalishlari bo'yicha milliy va xalqaro sertifikatlar, xalqaro fan olimpiadalarida ishtirok etish uchun hozirgi kunda demak jadal ishlar olib borilmoqda. Bino oldin foydalanmayotgan bino edi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan shu bino mana shunday chiroyli, go'zal ko'rkamga yetkazib berildi. Ya'ni zamonaviy sharoitlarga ega bo'lgan 33 milliard so'mlik loyiha asosida qurilgan mana shunday binoga aylantirildi. Binomizda demak zamonaviy holatdagi sharoitlar bor, ya'ni sinfxonalarda zamonaviy parta stullar, interaktiv doskalar, kompyuter jihozlari va zamonaviy laboratoriya xonalari, kimyo, biologiya, fizikadan, undan tashqari robototexnika yo'nalishi bo'yicha barcha turdagi demak o'sha qurilmalar yetkazib berilgan. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi agentligiga qarashli Ibn Sino nomidagi Chinoz filialida demak bu Toshkent viloyati bo'yicha yagona maktab hisoblanadi. Prezidentimiz tashabbusi bilan ushbu maktab tashkil etilgan bo'lib, aynan Toshkent viloyatidagi 22 ta shahar tumandan o'quvchilar kelib o'qishadi. Yotoqxonamizning o'rni demak 150 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirgi kunda 70 nafar o'quvchimiz yotib o'qishmoqda. Maktabga kirish jarayoni ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi agentligi tomonidan test sinovlari o'tkaziladi, ya'ni o'quvchilar onlayn ro'yxatdan o'tadi, ariza topshiradi, undan so'ng test bosqichi bo'ladi, test imtihonlari bo'ladi. Test imtihonlaridan yuqori ball to'plagan 24 nafar o'quvchi o'sha bitta sinfga qabul qilinadi. Hozirgi kunda shu maktabimizda respublikamizdan shu Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax viloyatlaridan kelib mehnat faoliyatini yuritayotgan ustozlarimiz bor. Albatta bizning maktabimiz tumanda lokomotiv maktab hisoblanadi. Barchamizga ma'lumki, muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan, ko'rsatmalari bilan yangi baholash tizimi
joriy etilgan umumta'lim maktablarida aynan biz o'zimizga reja qilib olganmiz. Tumanimizdagi umumta'lim maktablarga shu grafik asosida, reja asosida borib biz seminarlar o'tib beramiz. Yangi baholash tizimlarini ularga tushuntirib kelamiz. Yosh avlodni yaxshi tarbiyalanib, chuqur bilim olishligi uchun barcha sharoitlar yaratilib kelinmoqda muhtaram prezidentimiz tomonidan. Va albatta bizning maqsadimiz kelajakda mana shu yerda tahsil olayotgan o'quvchilarimiz, umuman olganda O'zbekistonimizdagi barcha yoshlarimizni yaxshi ilm berib, yaxshi kuchli kadrlar yetishtirib, O'zbekistonni taraqqiyotda kelajagi uchun munosib hissa qo'shadigan yosh avlodlarni tarbiyalashdan iborat. Ta'lim jarayonlari rivojlangan davlatlar tajribasi asosida ishlab chiqilgan o'quv rejalari va dasturlari bo'yicha olib boriladi. Shu bilan birga, sinov natijalari asosida eng munosib deb topilgan pedagoglar jalb etilib, ularning faoliyati uchun kerakli shart-sharoitlar yaratilgan. Hozirgi paytda muhtaram prezidentimiz tomonidan ta'lim sifatiga, ta'lim tizimiga va o'qituvchilar, biz pedagoglarga juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan. O'zim faoliyatim 7 yil oldin boshlagan bo'lsam, 7 yil oldin bunday shart-sharoitlar bo'lmagan. Hozirgi paytda bo'lsa, biz pedagoglarning obro'si juda ham oshirilgan. Hattoki bosqichma-bosqich bizni oyliklarimizni ham oshirdi. Ya'ni 1000 dollargacha chiqaraman dedi va bu narsaga mana hozirgi paytda juda ham ko'p o'qituvchilar erishdi. Faqat u emas, oyliklarni oshirish ham yo'li o'zimizda. Ya'ni biz pedagoglar uchun shunaqangi shart-sharoitlar yaratildiki, o'z ustimizda ishlab attestatsiya jarayonini yuqori ball oladigan bo'lsa 70% ustama qo'llanildi. Undan tashqari hozirgi paytda davlatimiz tomonidan chiqarilgan milliy sertifikatlar ochildi. Unga yana qo'shimcha ustama qo'shiladigan bo'ldi. Har bir olgan toifamizga qo'shimcha oylik qo'shiladigan bo'ldi. Hozirgi paytda men milliy sertifikat hujjatiga egaman, A+ darajasiga egaman, oliy toifani oldim. Xudo xolasa keyingi niyatim 70% ustamani olish niyatim bor. Bunda ham oylik yanada oshadi, xudo xolasa. Abu Ali ibn Sino ixtisoslashtirilgan maktab Chinoz filialida 2025-yil 2-sentyabrda ochilish marosimi bo'lgan bo'lsa, biz ustozlar uchun har bir xonada sharoit yaratilgan. Texnika vositalari, o'quv qurollari, raqamli platformalar, elektron doskalar bilan jihozlangan. Bu sharoit tufayli biz bemalol o'quvchilar uchun samarali, sifatli ta'lim berish imkoniyatiga ega bo'ldik. Faqat biz emas, o'quvchilar ham sifatli ta'lim olishga ega bo'ldi. Bunday sharoit bo'lmagan. Mana shunaqa sharoitlarda ishlash bizga juda ham baxt beradi. Bizning asosiy maqsadlarimizdan biri bilimli, vatanparvar, o'z ustida ishlaydigan yetuk yoshlarni yetkazib chiqarish. Biz bu maktabga kelishimizdan oldin bir necha bosqichdan o'tib kelganmiz, test jarayonlari, suhbat jarayonlaridan o'tib kelganmiz. Hozir paytda boshqa maktablarga borib, fikr almashgan boramiz. Birgalikda boshqa fan ustozlari bilan qanday metodlar, qanday fikr almashish, qanday bolani qiziqtirish, qanday samarali ta'lim o'tish ustida ish olib boramiz. Yangi metodlar qo'llaymiz. Shu bo'yicha boshqa maktablar o'rtasida har xil treninglar o'tamiz. Biz ham tajriba almashamiz. Ular ham bizdan nimani o'rganadi. Shuningdek, o'quvchilarning jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanishlari uchun maktabda barcha sharoitlar yaratib berilgan. Zamonaviy talablarga javob beradigan sport zali, shuningdek 3 ta yozgi sport maydonlari o'quvchilar ixtiyorida. Ushbu infratuzilma yoshlarning jismoniy rivojlanishi, sportga bo'lgan qiziqishini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir laboratoriya xonamiz kerakli jihozlar bilan ta'minlangan. Masalan, kimyo darsida o'zimiz o'tgan nazariya mavzulari laboratoriyada o'zimiz amaliyotda sinab ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari biologiya darsida o'tgan mavzularimizni, masalan, qaysidir hayvonning tuzilishini o'tadigan bo'lsak, laboratoriya xonamizda o'sha hayvonlarning eksponatlari bor, o'shalarni bemalol o'zimiz ko'rib o'rganishimiz mumkin amaliyotda. Undan tashqari informatika xonalari, kompyuterlar tayyorlangan, ularning hammasi internetga ulangan. Xohlagan paytimiz informatika xonalariga kirib foydalansak bo'ladi kompyuterlardan. Undan tashqari sport zalimiz bor. Sport zaldan tashqarida tennisni, voleybol hamda basketbol hamda futbol maydonlarimiz bor. Deyarli har kuni shu yerda shug'ullanishimiz mumkin. Men o'zim Chinoz tumanining Do'stlik mahallasida turaman va bu maktabdan biroz uzoq bo'lganligi sababli maktabimiz yotoqxonasida turaman. Maktabimiz yotoqxonasi qulay, shinam, 5 mahal ovqat beriladi. Ovqatlarimiz shirin, ham foydali. Biot sohasiga qiziqaman. Hozirda men biologiya sohasida milliy sertifikat tayyorlanyapman va shu oyning oxirida milliy sertifikat testiga kiraman. Buning uchun menga yetarlicha shart-sharoitlar yaratilgan. Menga yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, mening kelajakdagi maqsadim shu maktabni yaxshi baholarga tamomlab, kelajakda yetuk shifokor bo'lish. Bitta tumandagi 2 ta ta'lim maskani misolida xulosa qiladigan bo'lsak, sohadagi bunday islohotlar O'zbekiston ta'lim tizimining xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlanishini, sifat va raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Bu jarayon mamlakatimizda yosh avlodni tarbiyalash va inson kapitali salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.